sal qalayslashgan. Bu yerlari endi bizga tomon dadasi bu yerda ekan, bu yerdan jangga tosh uchib ketgan. Ancha eski yerlar. Abdulaziz aka aytibdilar 20 yildan oshdi-yu menimcha. Ha, bu nematoda endi parazit hisoblanadi-da bu. Ildizda mana shunaqa tuganaklarni paydo qilib, o'z ildizda kechadigan barcha fiziologik jarayonlarni izdan chiqaradi-da. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Hozir lavhamiz Namangan viloyati, Namangan shahrida aynan Sakata kompaniyasining Pink Power pusht pomidor bo'yicha bugun seminar jarayonlarini tashkil qilganmiz. Biz bilan suhbatda hamkorlikda Abdulaziz akamiz. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Hormang ishlar bilan. Rahmat. Dehqonchilik barakasini bersin. Endi hurmatli dehqonlar, aynan pusht pomidor ekmoqchi bo'lgan yoki pusht pomidor ekadigan aynan yozgi mavsumda kunni issiq paytda o'sha asosiy pomidor o'simligini qiynaydigan virusli kasalliklarga, noqulay sharoitlarga chidamli bo'lgan pusht pomidor so'ragan dehqonlarimiz uchun aynan Namangan viloyati, Namangan shahri misolida biz hozir Abdulaziz akamiz xonalarida aynan Pink Power pusht pomidorimizni sizlarga holatini tanishtirib o'tamiz. Shu yerda hozir aynan seminar jarayonlarini tashkil qilib, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan dehqonlarimiz bilan demak hamfikr bo'lib, buni yanada shu Namangan viloyati sharoitida yetishtirishda qaysi jihatlarga e'tibor qilish kerakligi haqida suhbatlar uyushtiramiz. Endi hozir issiqxonamizda o'sha Pink Power ekilgan. Hurmatli dehqonlar, alohida bir holat aytib o'tishimiz kerak. Abdulaziz aka, bu issiqxonalarimiz balandligi qancha o'z bu yerda? Chek ko'p balandlanmasa? 3 metr, 3,5 metr. Eng maksimal nuqtasi 3,5 metrgacha past teplisalar hisoblanadi, issiqxonalar hisoblanadi. Ancha yillik issiqxona bu Abdulaziz aka. Ancha yillik issiqxona. Bu yerda yana bir nima tuproqda nematoda bor ekan. Nematoda go'ng bil tushmadi. Yer sal oriqroq. Bu yerda yana bir jihati, hurmatli kuzatuvchilar, issiqxona past bo'lishiga qaramasdan, ya'ni balandligi kamroq bo'lishiga qaramasdan, bu yerda salqinlatish tizimi yo'q, ya'ni axlajlanasi yo'q. Oddiy o'sha qurilgan issiqxonamiz. Mana o'simligimiz aynan eshik oldida, odatda demak issiq havo oqimi, umuman skvoznoy bo'ladi deymiz. Ancha stressda bo'ladigan joy, lekin mana shunda ham o'simlikda mana mevalarning yetilishi yomon holatda emas. Mana ichkariga yurgan sari yuqori yaruslardagi mevalarni ushlashi. Mana hozir bu demak 1, 2, 3, 4, 5-kislarimizda mevalarni ushlanish. Abdulaziz aka, bu qachon ekilgan nimamiz? Pink Power berga? Bu yerga 22-iyulda. 22-iyulda ko'chatlar ekilgan. Demak, bu yerda ekish sxemasi menimcha juft qatorlar orasi 50 santimetr bor. Ko'chat bilan ko'chat orasi 50. Bunda ham 50-50 holatda ekilgan. Abdulaziz aka, mana issiqxona holatini aytib o'tdik hozir. Ayniqsa bu yilning quruq issiq havo davomiylik uzoq bo'ldi. Ancha yillik dehqonchilik tajribangiz bor. Baholasam. Pink Power'da aynan Namangan sharoitida siz o'zingiz misolingizda qanaqa baho berasiz? Tomir sistemasi kuchli ekan bu pomidorlar. Bizni yerimiz sal oriqroq bo'lib qoldi. Lekin agar yerni chiroyli tarbiya qilsa, kamida 4 kilo, 5 kilo hosil bemalol olsa bo'lar ekan. Olsa bo'ladi. Demak, gibrid potensiali bor, ha? Ammo tomir sistemasi o'ta kuchli ekan. Bizni yerimizda hozir nematod kasalligi ham bor. Shunga qaramasdan alomatlari bo'lmadi, bu nematodaga. Ushlashlari yaxshi, mana hozir 6-yarasa mana bexato ushlayapti. Gullarni ishlashi haligacha davom etyapti. Abdulaziz aka, asosiy muammo oxirgi yillarda o'sha yildan-yilga har xil kasalliklar paydo bo'lyapti. TLC degan o'sha virusli kasalligimiz bor. O'simlikni o'suv nuqtasini to'xtatib qo'yishdi. Aynan pusht pomidorda shunaqa holatlar bo'lardi. Mana siz issiqxonangizda ko'rib turibmiz, bu yerda unaqa holat yo'q. Demak, aynan buni hurmatli kuzatuvchilar, Pink Power pusht pomidorimizni o'ziga xos ustunlik tomoni deymizmi yoki afzallik tomoni shu aynan issiq sharoitda yozgi mavsumda o'sha TLC virusiga ham mustahkam immunitetga ega. Demak, oddiy mana issiqxona sharoitida ko'ryapmiz, bu yerda salqinlatish tizimi yo'q, issiqxonamiz ham baland emas.
Shunga qaramasdan, demak, o'simliklarni o'sish, rivojlanishda yeb hosil olishi, gul ushlash bo'yicha bu yerda muammo yo'q. Necha marta terim jarayoni bo'ldi? Abdulaziz aka? Hozir 2 marta. 2 marta. Ha, 2 marta. Endi biz birinchi yarısini olib tashlabmiz-da biz. Bu o'zi tomir sistemasi baquvvat ekani olinmagan joylardan uzyapmiz-da, ko'zdan qochgan. O'zi olmasa ham o'zi bu bu palak o'zini xususiyatini yo'qotmas ekan o'sha. Biz endi hali yer og'riq deb birinchi yarısini olib tashlaverdim-da. palak o'sib olsin, baquvvat bo'lsin deb. Aslida bunga hojat ham yo'q. Abdulaziz aka, mana o'zingiz real misol tariqasida ko'rdingiz, chunki buni o'sish potensiali ancha yuqori. Yuqori ekan. Ana o'sha hisobiga bu TLC virusga ancha bardoshli immuniteti. Hozir bu yerda hurmatli kuzatuvchilar seminar jarayonini tashkil qilganmiz. Haqiqatan hosillar ajoyib. Ushlashga yaxshi. Chaylash jarayoni nimada amalga oshirilgan? Tabletkadan chayladi. Abdulaziz aka, hozir mehmonlarimiz ham tashrif buyurib boshlashadi. Mehmonlarimiz keladigan bo'lsa, yana soha mutaxassislari bilan fikr almashib, demak, seminar jarayonlarini davom ettiramiz. Tomir sistemasi bor. Ana shunaqa necha yil bo'ldi o'tib ketsak aka? To'g'ridan beri ko'rishmadi. Yani xudo berib bo'lyapti. Agar yer zo'r bo'lsa, bilmayman shu kuzga hech qanday indamay olur ekan hosil. Keyin Mirzo aka yana bitta narsa, buni ekkaningizdan keyin Pink Paradise'da boqishni esdan chiqarishingiz kerak. Pink Paradise'ga masalan birinchi ko'chat ekkaningizdan keyin oziqani zaplab beraverasiz-ku, tomir rivojlantiruvchi boshqalarni. Bunga shart emas. Asosiysi nimasini ko'pchilik tomir rivojlantiruvchi dori beradi ko'chat ekkandan keyin. To ikkinchi yarısı gullab meva ushlamaguncha faqat suv bilan eplashyapti. Sababi bunda agar oziqa berib oladigan bo'lsa, ajrenaga o'tib ketib qoladi. Palak semirib ketadi. Palak semirib ketib qoladi. Buni birinchi maqsad birinchi ikkinchi yarısı ushlatib olish. Undan keyin oziqani beraverasiz. Men birinchi yarısini olib tashlayapman buni. Buni olmaslik. Sashni aytganmidingiz? Mana o'sha bekor olibman-da uni. Bu tomir sistemi. Endi sal yer og'riqligi haligi birinchi yarısini olsa tana bahola dedim. Eldebedar ko'zdan qochganlar va o'sha qizlar bor sotyapman. Bir xilda mana olgan bilan olmagan bilan. Virus anonsi so'ragan, virus tushmasligi. Ha, virus tushmas ekan. Shuni so'ragan. Ta'mi premium ta'm buniki. Birinchi yarsi Abdulaziz aka? Birinchi. Yeb ko'ring, ichi yashil urug'. Hozir bir nimalarni o'lchaymiz. Yashil urug' ichi ham. Yashil bo'lsa so'ragan, Moskva tomonga ham yaxshi-da. Va ichi ham kirini palaklarni ham ko'rasiz. Buni men o'tgan Toshkentda Qibrayda ko'rdim. Qibrayda bitta pomidor olgan keldi-da, bizga Pink Paradise kerak qoldi. Bizga mazasi kerak asosan desam, yurdi, mana shu yerda oldi-da. Keyin o'sha payt kirdik. O'shani bir ikkisini o'lchaganda 8 litr chiqqandi. Apparat bordi. Keyin ko'p emas 140 dan 150 litr oldi-da. Fulanchiga tiqaverdi biz endi haliga yukimiz kamlik hisob bo'ladi-da. O'shani mana shu ko'rgandim o'shani. Haqiqatan so'l mazaki ham bo'lmagan, ushlashlari ham zo'r edi. Keyin buni bitta nimasi, Paradise'da tomir yoyma. Bilasiz. Bunda tikka ketadi pastga. Ha, zo'r ekan shunisi. Yer tanlamas. Yer tanlamas ekanda. Lekin hamma mashina o'tib buni faqat yozga tavsiya qila olamiz. Masalan, bahordan mazaki muammo bo'lmaydi. Masalan, yanvar fevralda ekish Paradize bemalol ekaveradi. Muammo yo'q. Lekin buni faqat o'sha yoz oylariga tavsiya qila olamiz. Boshqa oyga nima qila olmaymiz. Mana shu eng qiyin davrga shu. zo'r ekan aka. Rost aka, realmi? Realmi? Apparat bo'lsa, yursangiz, Bor. yurganingizda bag'asi yo'q, kesangiz tushib ketibdi-da, mandoq qilib. Endi aka Toshkentda nimasi hozir Abdulaziz akam aytganda qantarib
nima qiladi-ku ular suvdan tortib. Yo'q. Ular pushta qilingandan keyin nimasi ham bu yerda hozir Abdulaziz aka bilan maslahatlashdik. Bu yerda hozir Kafe, nitrat bor. ko'proq bo'lgan. Pomidor o'lchami kelib boshladimi? Sulfatga o'tkazilish kerak edi. Bizga kerakli o'lcham keldi. O'shaning uchun ba'zida mana bu yorilishlar bor yoki o'sha sepkil deymizki, mana oq donachalarni bo'lishi ham bu azot nisbati plus namlik bitta suv berilganda qancha berilyapti Abdulaziz aka? Suv ber. 2 soat oqiziladi. Ha, bu bir marta bunaqa ko'p bergandan ko'ra shuni 2 bo'lib bergan yaxshi-da. Issiqxonada vlajность ortadida namlik ortgandan keyin mana bu oq mana bu sepkil deydi, ana shu narsa asosiy. Azot ko'pligi nimani namligi yuqori bo'lishidan. Bu yerda yuqoriroq suv berilganda mana hozir yerga qo'yilgan, o'shani 2 marta bo'lib kunora qilib yuborgan yaxshiroq. Misol bir marta berib keyin uni topga keltirib, misol uzoqroq kutgandan ko'ra, bu safarga endi xudo xohlasa sulfatga o'tkazib kerak. O'shanda bu yoq yuqorisi ekspert bo'lib chiqaveradi-da. Endi birinchi kesda mana bu burunda deyilyapti-ku haligi. Asosiy mevani onalik tumshuqchasini ustunchasi bo'ladi. O'sha narsa o'saveradi-da. Sababi u issiqda beradigan, chaynatadiganimiz gormon-ku. Hujayra bo'linishini tezlatadi-da. Sitokinin hujayra bo'linishini tezlatgandan keyin biz buni ildiz tizim baquvvat. Pink Paradise'da popuk ildizda yer yuzasiga joylashadi. Buni ildiz soni kam bo'ladi, lekin chuqur ketadi. O'shani hisobga bosim yuqori beradi-da bu. Bu nematodda endi parazit hisoblanadi-da bu ham. Ildizda mana shunaqa tuganaklarni paydo qilib, ildizda kechadigan barcha fiziologik jarayonlarni izdan chiqaradi-da. Qarang. Bu hali ko'ryapsizmi? Bu ildizni hali ham kuchliligi hisobiga, baquvvatligi hisobiga. Atak bu ildiz bilan hozir mana hosil ko'rib turibsizlar. Hosil yomon emas, mana bu o'z misoldan ko'radigan bo'lsak, mevalarda, nimalarda yarmi sezilmaganda kamchiligi hali qarang. Hozir 4 ta 5 ta shoda bor tepaga. Mana shu nematod holatiga. Mana ildizni qarang, mana shishga bo'lganda. Mana yuqorida meva ushlashi, mana bitta kis. Ikkita kis, mana 5 ta meva bor. Mana bor. Yuqorida bor. Mana o'sim nuqta hali to'xtagan yo'q yoki tivay bilan kasallangan yo'q, ildiz holati. O'sha tivay yengishini asosiy nimasi ham imkoniyat beradigan omil bu o'sha ildiz tizimi baquvvat. O'suv potensiali yuqori bo'ladi bunda. Nematodda nisbatan kam zararlagan. Ma'bularda o'sha zararlash ko'proq. Ularda ko'proq. Nematodda. Masal palay slabilashgan. Yerlari endi bizga tomon dadasi bu yerda ekkan, bu yerdan jangga tosh uchib ketgan. Ancha eski yerlar. Abdulaziz aka aytibdilar, 20 yildan oshdi-yu menimcha. 20 yildan oshdi. Mana qarang, nisbatan mana shu nematodda kamroq zararlagan, mana shunda o'sha boshqacha-da. Hosil ham, palay o'zi ham. Lekin men ma'nosiga haqiqiy ishqiboz bo'lib ko'rib tursa, yelkasi yashil yelka bo'lib tursa, bu boshqa narsa deydi-da, baribir. Ashanga ishqibozda, klientlar. Maza tam tortadi-da o'sha. BTS ham sizlardan chiqadi. BTS Santriatga bora qizil pomidorlarimiz. BTS ham yaxshi ekan. O'tkari ekdim, yana zakaz qildim. 0 ga keldi. Olti chiqdi bu. Bitta narsa egalar, mana pomidor mana erkin ajralgan joyi bor. Hujayrasi mana shunaqa dona-donadan iborat bo'ladi-ku. Bunda hozir nitrat miqdori yuqorida bunda. Bunga kaliyni berish kerak. O'lcham keldimi, kaliyni nisbatan oshirib borish kerak. Sulfatli. Kaliyni iloj boricha sulfatli. Kalsiyni обязательно odatdagi holatda beraverasiz. Kalsiyni chunki bitta narsa hisobga olish bilan yerda holati, teplitsani holatlari hammasidan kelib chiqadi. Hammasidan kelib chiqib qilish kerak-da. Ha, u ham to'g'ri. oziqa ratsioniga qarash kerak. Kechami Abdulaziz aka aytdilarmi, kechami nima berishgan? Kaliy nitrat, magnit nitrat berilganda unda ham.
O'sha sulfat bo'lganda Ha, sulfat bo'lganda u boshqa edi. Tag'in ham rangga kelaversa, hali mashina o'zi ham 7-8 ga bemalol chiqib boradi. Kamiga. Bizlarning maqsad sizlarni bu yerga ko'rsatishdan maqsad TVI hosildorligini ko'rsatish. Asosiy dehqonlarimiz qiynayotgan o'sha TV'da issiqda. Ozayka. Misol uchun buni tamga keltirish, taram keltirish, agrotexnika bilan boshqarsa bo'ladi uni. Mana sepkillar, bular hammasi o'sha sepkil ko'p bo'lishi ham o'sha azot ko'pligidan-da. Namlik ko'p bo'lishi hisobiga. Mana o'zi ham aytib turibdi-yu, xo'ma qarang. Ha, to'g'ri. Nitrat ko'pligidan. Agrotexnika bilan boshqasi bo'ladi. Ha, uni agrotexnika bilan boshqarsa bo'ladi. Unaqa bo'lmay qoldi. Bu asosiy muammo TV'da. Ekadigan bo'lsanglar, iloji boricha suvdan tortmanglar. Ana shu ekan. Shunday. Buni ildiz tizimini hozir ko'rdik, ildiz soni kami, lekin chuqur ketadi. Pink Paradise'da yer yuzasi joylashadi-da. Uni ozgina suv bersangiz ham, misol uchun nima bo'laveradi? Olaveradi, yer yuzasida bo'lgan. Buni suvda ham misol uchun balansini ushlash kerak. Boshlanish qismida agar kimdir yeri kuchli bo'ladigan bo'lsa, agar ayrim joylar bor, misol uchun respublika har joyda yuramiz-da. Ayrim joylar bor, egati ichiga o'zi zax suv chiqib turadi-da. Anaqa joylarda misol uchun boshlanish qismida sal isini ko'tarib hosilga o'tirg'izib olish kerak-da. Bo'lmasa o'zi kuchli-da bunda. O'zi potensiali yuqori. Birinchi kis 70-80 santimetrgacha ko'tarib olish mumkin. Agar faqat suv berib deb ham misol uchun aytib bo'lmaydi, chunki hamma joy sharoit har xil. yerini holati Ha, yer holati har xilda. Misol uchun ayrim mana 20 yillik issiqxona, qayerdadir yangi issiqxona. Misol uchun yerda o'z suvni pH izi ko'rsatkichi hamma joyda har xil. Ana shunga qarab turib, birinchi kisni ushlatish uchun agar u suv sal tezlashayotgan bo'lsa, isini sal ko'tarib turib, buni generatorga o'tkazish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Chunki bitta narsani hamma joyga shamlab aytishga ikkilanadi. Chunki hamma joyda, hamma issiqxonada har xil. Bari rozovchilar. Suv holati har xil. Endi Pink Paradise etalon bo'lganda u. Boya aytganingizdek nomidan foydalanib, misol uchun boshqa gibridni ham sotishga harakat qilishadi. Даже o'zimizda ham sakata o'sha bitta seleksioner, bitta oiladan chiqqan bo'lsa, aynan Pink Paradise'ni birga bir o'rnini bosadigan nima yo'q. Faqat uning muammosi o'sha TV'ga immuniteti past. Endi uni misol uchun emlasa, boshqa qilsa bo'lmaydimi deyishadi. Dehqonlar u emlanadigan bo'lsa, uni genotipida o'zgarish bo'ladi. Genotipida o'zgarish bo'lsa, o'z-o'zidan mazza ta'miga boshqasi qochadi-da. Uni endi salqin sharoitlarda nima qilish kerak endi? O'shaning uchun buni asosan o'sha yozgi, kuzgi mavsumga qarab yurishda ekish uchun tavsiya qilinyapti-da. Quruq issiq havoga. Bahorgida ham bo'lib ketyapti-ku ba'zi joylarda. Bahor ham aka, misol uchun qanday bo'lyapti? Agar bu yil ob-havoni prognozga qaraydigan bo'lsak, qishdan birdan yozga chiqib ketganday bo'ldi-da. May oyi bilmadim, Namangan nisbatan yog'ingarchilik bo'ladigan hudud, lekin boshqa hududlar mayda umuman yog'ingarchilik bo'lmadi. Aprelda ham juda kam bo'ldi. Mart oyining o'zida 35, 37, 38 gradusgacha chiqib ketib qoldi. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo hududlarida. Misol uchun o'tgan yili aprel oyi rosa yog'ingarchilik bo'ldi. 17 kun, 18 kun yog'ingarchilik bo'lib, hali tarvuz qovuni ekkan dehqonlarimiz hali ba'zilari rosa qiynalishdi-da. Bu yil vlajность ancha kam bo'ldi umumiy atmosferada. Umumiy atmosferada vlajность kam bo'lsa, bunga ta'sir qiluvchi fizik omillar bor. Misol uchun magnitni buryalar boshqalar ko'p bo'lsa ham odam o'ziga ham ta'sir qiladi. Bu ham trigger organizm. Har bir bitta fizik kimyo jarayonlar o'simlikka ta'sir qiladi. O'shaning uchun mana o'zlaringiz ham aytyapsizlar. Bu yil ne только pushti pomidorlarda, qizil pomidorlarda ham xuddi mana shunaqa holat. TVI. Odatda nimadir muammo bo'lsa ob-havoga deyiladi, lekin xohlaymizmi yo'qmi, bu dehqonchilik ob-havo bilan bog'liq-da. Biz mana bu misol uchun 1 gektar yo 50 sotix issiqxonamiz umumiy atmosferaga nisbatan hech narsa emasdi, bitta nuqta ham emasdi. Misol butun atmosferaga dagi muhitga qarshi ishlab turib o'simlik yetishtiriladi. Issiqxona ishi o'shaning uchun ham og'irda. Issiqda salqinlatish kerak, sovuqda isitish kerak. Issig'i ushlayman deb dimlab issiqqa qizg'ansangiz u dimlanib qoladi. Ichkarida vlajность bo'lsa u mikroorganizm rivojlanish uchun sharoit bo'lib qoladi. Plus issiqxona ishi mashaqqatli, oson emas. O'shanga ozgina agar ob-havo yordam bersa osonroq bo'ladi. Agar ob-havo o'ta noqulay bo'lsa, bu yana ish qiyinlashtiradi. Mana oxirgi
Misol uchun mana o'sha sentyabr, oktyabrga o'tgandan keyin pomidorlar o'suv qismlari ancha nima bo'lgansiz. Erkin o'sib boshlagan. O'simlik uchun qulay ob-havo sharoiti kelib boshlaganda. Hali ham Abdulaziz akam chiqib ancha mehnat qilganlar. Hozir ildiz holatini ko'rdilar. Birga ko'rdik. U ildiz bilan o'sha nematoda shunchalik zararlangan ildiz bilan misol 4ta 5ta kesda normal hosil bor hozir. Buni hidi bor-da buni. Ammo 5-6 yil oldin bilganman. Kuchli ham-da. O'rgatish kerak. Ekinglar. Turецкий mel sepsa bo'lmaydi. O'shani kamaytirish kerak, aqlashlar bo'lsa, yengsa bo'ladi. Ko'p Bular mana hozir nima deydi? Tumanga tutiladi, baland. Tumanga qilish kerak bular. Dori sepish uchun. Hammasi o'rgatdik. Chunki 10 minutda kerak bo'lsa 3 gektar shuni dori sepiladi bo'ldi. Dori vaqtida sepilishi Uni kerak. aytyapti, kerakli o'ziga pomidorga kerakli yorug'likni o'tkazadi, keraksiz ushlab qoladi deyapti. Luch.